Assalomu alaykum barchaga hurmatli gul ishqibozlari. Bugun yana video qilishga qaror qildik. Bugunga kelib qiladigan ishlarimizni qisqacha tushuntirib bersam. Bugun mana shu o'tgan safargi videoyimda polka qilgandim. Yashiklarni terib, chirindilarni soldik. Chirindilarni solishdan oldin polkani o'zini obrobotka qildim. Undan keyin chirindi solib, chirindi ham obrobotka qilindi. Endi obrobotka qilganimda yana bitta dori qo'shildi bunga, chunki endi hozir seryozni gullar sepiladi bu yerga. Shafron, gazaniya. Shafronni ham ikki xil navidan sepamiz. Tak. Oranjeviysidan, sarig'idan sepamiz. Xo'p. Undan keyin gazaniya sepamiz 10 mingta, ikki xil rangidan. Limon rangidan, keyin apelsinovoy rangidan ikki xil rang bo'ladi. Undan keyin 5 mingtadan bo'lar. Mana uni sepmasam ham, mixni sepmasam ham, lekin mana bu ranglarni sepaman. Tak, bardavoy o'rtasida oqi bori bor. Keyin oqda o'rtasida qizili bor, shaftoli. Bu rang, mana rang qizildi o'zi. Mana ham shundan ekan, adashmasam. Qizildi o'zi. Haligisi ajramaydi, nima? O'rtasida oqi yo'q. Qaysidir mashina ko'rganimda o'rtasida oqi bor edi-da, bittasini o'rtasida oqi bor, qizil. Bittasi o'rtasi oqi yo'q. Hamma yog'i, hamma rangi qizil bo'ladi. Xo'p, iloji boricha bularni rasmini qo'yib ketishga harakat qilaman. Hozir shafronni qanday sepishni ko'rsatamiz. Mana yerda gultoji xo'rozimiz ham bor. Buni ham rasmini qo'yib ketaman. Buni bir tanishim berganda, aytdim o'tgan videolarimda. Endi vaqti bo'ldi. Hozir bundan mana shu urug'imizni o'zi bir 6 ming, 7 mingta chiqadi, gramlab tortdim. Buni aralashtirganimizda bir tanishimga bir piyola berib yuboraman. Mingta berib yuboraman. Xo'p, undan keyin do'stlar, mana gullarimiz ham ancha hozir endi chiqishda harakatini qilishyapti. Bugun 6-kun, hali poln salafanni olganimizdan keyin ko'rsataman bularni ham. Bular ham ozgina endi chiqishni boshlashdi bugun 6-kunda. Undan keyin nima dorilar ketadi, sekin-sekin hammasini ko'rsatamiz. Bu gullarga yaxshilab dori bermasalaring, mana bunday har xil preparatlar berilmasa bo'lmaydi do'stlar. Dori berishda ham adashmanglar. Haligisini nima gramini 10 litrga qancha gram qo'shdi? Aptekadan agro aptekadan dori olayotganlaringda so'rab olinglar do'stlar. Shunda adashmanglar. Xo'p, shafronni bunday qilamiz. Sepishdan oldin bu shafronni 5 mingta pachkani biz bittadan yashikka ekamiz. Yo'q, 10 ta yashikka ekamiz 500 tadan. Endi buni 500 ta qilish uchun tortib olaman. Hozir ochib olaydi. 16 ni 5 ga bo'lganimizda, hop 15 bo'lganda 3 gram, 3,2 gramdan. 3,2 grami mana shu urug'da 3,2 grami 1000 dona bo'ladi ekan. Endi buni qo'yamiz. Tara chiqaramiz. Bundan endi 3,2 gram, 3 gram atrofida 2 gram. Gramga ozgina qo'shib qo'yamiz. Mana shu do'stlar, mana shu urug'imiz hozir 1000 ta bo'ldi. Endi sepamiz buni. Tak, buni ham
Qumga aralashtirib sepsa bo'laverar ekan buni ham. Bir xil chiqardi. Qumga aralashtiraylikmi-kina? Qumga aralashtiramiz buni. O'shanda tekis chiqadi. Hozir bir joyga ko'p, bir joyga kam tushib qoladi. Endi sepsa bo'laveradi. Asli. Sepsa bo'ladi-yu, keyin qumga aralashtirib ham sepib ko'raylikchi. Buni o'tgan yillari men shunday sepaverardim. Bir piyola qumga aralashtirib sepamiz, qani ko'rsataman video davomida. Do'stlar, mana sepib oldim. Ko'rib turganlaringdek. Xo'p, qumga aralashtirib sepgan ham ma'qul ekan. Mana qanday tushgan. Hamma joytiga bir xil tushgan. Shunday qilib 10 ta yashikka sepamiz. Oranjovoy 10 ta yashikka sariqdan sepamiz. Keyin u yog'iga bir nimalar davom etkazamiz. Gazania, Katarantos deganlarida. Hali yana sepadigan urug'larim bor. Ularni bilmayman qayga sepaman. Qirg'izistondan kelgan hali qo'ng'iroqli qalampir bor. Undan sepish kerak. Yana bodring urug' sepish kerak. Bodring suqish kerak stakanga. Bilmayman ularni qayerga joylashtiraman. Hayron bo'lyapman. Urug' xonamiz ozgina torlik qilyapti-da. Mayli, shunday bo'lsa ham shunisiga ham shukr. Barakasini bersin Allohim. Oz bo'lsa ham ko'pni qatorida bersin bizga ham. Hammamizga ham. Do'stlar, duo qilib turinglar. Xudo xolasa bularni o'nib o'stirib, stakanlariga olib sotib olsak, shu bizning marramiz bo'ladi. Shunaqa do'stlar. Endi xo'p, buni tepasini aytib o'tay. Tepasiga 1,5 sm turpoq elanadi, chirindi biogomus elab turib, ustiga yana ozgina suv beriladi. Salafan mana qanday terlab turibdi salafan. Gradus zo'r. Haligilarimiz, salafanlarimiz terlagani yo'q. Gradus yoshligiga. Agar gradus kamayib ketsa, raza terlab ketadi. O'tgan yillari terlardi. Har kuni 2 martadan olib chiqardim shvabroda suvini. Bu yil ataplena qilganimiz yaxshi bo'ldi. Ko'mir ham ekonomli pechka yaxshi ketyapti. Xullas yaxshi hammasi. Shunaqa do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ha, aytgancha urug'larimiz bor. Kim mana shunday qilib ekaman deydiganlarga agar bizdan urug' olishsa, qo'limizdan kelgancha agrotexnikalarni aytib o'tamiz. Manzilimiz Namangan viloyat Mingbuloq tumanida. Telefonim 321 82 17. Kanalga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Like-ni bosinglar ayamasdan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.